Assalomu alaykum kanalimiz amrachlari. Bugün 26 Mart dostlar. Birinci tumani, birinci ofi sentrinde katta to'yxona sotiladi dostlar. Bu to'yxonamizning yer maydoni почти 1 gektar. Yerlari juda katta. 50 tarafında yeri var. Ana Kaptalında da yer var. 50'de de stadyonu var dostlar. Mini stadyonu. 50 tarafında buna magazinleri var. Balalar oynatağın meydançası ham var buna. Mestasına kelsak 550 adamlık ekan dostlar. Katta to'yxona. Hozir kirib bir chetdan tanishtiramiz. Точный adresiga kelsak, adresimiz birinchi ofi, prямо garajının yanında dostlar. Buyog'imiz Madaniyat saroyi. Maktab. Zo'r mestada joylashgan dostlar. Prямо 3 yo'lning bo'yinda. Ketdik. Bir chetdan aylantirib tushiramiz dostlar. Har taraflama pul ishlasangiz bo'ladi. Tayyor biznes dostlar. Ne ballar o'ynab turibdi. Ballarga arendaga berib qo'yib pul ishlasangizlar ham bo'ladi. Kechasina pulli bo'ladi ekan, kunduzi mut deydi. Bu yoqda magazini, ki magazin ham ko'rsating. Холодильник, vitrina, hammasi ish ko'rib turgan narsalar qoladi dostlar. Televizor, stol. Bu yoqda детский площадка. Va alaykum salom, yaxshimisiz? Karuseller ham bor bunda. Karuseller, batutlar hammasi qoladi dostlar. Birinchi yerlarni ko'rsatamiz, keyin to'yxona ichiga kiramiz. Bu gazonning o'zi bir 20 sotiklik yerga joylashgan ekan dostlar. Gazonning anog'ida da hadavr yeri bor ekan. Uzunasına magazin savarsanızlar ham bo'ladi. Ili joy savarsanızlar ham bo'ladi. Chegarasına kelsak, chegarasi ana shu zabor. Shu zaborning buyog'ini yana bir to'yxona savarsanızlar bo'ladi. Ana shu stalbagacha desa ham bo'ladi dostlar mana. Prямо yo'lning bo'yi, zo'r mesda joylashgan. Bu yoqda molxonasi, tovuqxonasi, skladi, hamma narsa salınib turibdi uzunasına. Ikkinchi etajında bu yoqda mushinda joy ham bor dostlar. Ko'lda yashab, to'yxonani arendaga berib o'tiraverasizlar. Xohlasangiz bu yoqda magazin savarsangiz bo'ladi, ili joy savarsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafında katta zali, 80 odamlik zali bor ekan mana. Bunday xonalardan biri 6 xona bor ekan. Bir emas 2-3 biznes dostlar. Bu yoqda gazon, bu yoqda magazin. Ana yoqda yana bir narsa qurib tashlasangiz bo'ladi. Moyka, soyka, stroy magazin, ili produktu magazin hammasini qurib tashlayverasizlar. Oshxonasini ko'rsatamiz, ketdik. Konditsionerni kelsak, konditsioner katta konditsionerlardan 6 dona deydi. Kichkina konditsionerlardan 2-3 dona bor ekan. Assalomu alaykum. Bu yoqda qozonxona kichkina. Bu yoqda geçip biraz yuvatağın. Qozonlarni qaranglar. 1, 2, 3, 4. 4 ta qozon, katta qozonlar. Bu yoqda qozon tovoq. Bu yoqda mo'ygasi. Assalomu alaykum, qaranglar. Bu yoqda skladi, aroq skladi. To'yxona kiramiz. To'y bo'lyapti. Balkon, balkon ketgan bundaqa. Ularga ko'rsat. O'zi 550 odam sig'adi. Saylar har okulda. Okey 550 adamlık dostlar. Kanalarına gezek kanaları 1, 2, 3, 4, 6 tane kanası var ekan, kabinesi. Remontuna gezek, remontu da zor. Hem birileri aboylar takan. Yağımız детский площадка. Ballarınızı verip koyarızlar. Remontuna olman gibi yok. Kirgandagi 10 tarafimizda ne bu? Dasturxon qana bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dasturxon bo'larsa to'ylar. Katta tarafimizda umonliklar bo'ladi. Buyog'imizda yozuvchi zo'q qarabchi. Endi ham remontlar normal. Eldini chegarasına kelsak, ana shu gazonning o'zi dostlar, uzunasına ketadi chaqqirab. Zo'r biznes, har yoqlama ishlasangiz bo'ladi. Gazon, детский площадка, ana bir строительный magazinmi, produktu magazinmi quraversangiz bo'ladi uzunasına. Pullarınız bo'lsa, bosib verish kerak dostlar. Bahasına kelsak, bahasi $300 ming aytilishi, kelishilgan narxda sotiladi.
Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelishib olasizlar. Barter xizmatan bor deyotir. Agar shaharda joy bo'lsa, joyga da almashaveramiz dedi. Mashina saqlash qilib, plus minus hisoblab olaverasizlar.